Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu og'izlariga tosh solib yurar ekanlar. Nima uchun tosh solib yurganlar bilasizmi? Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan birga o'tirganlarida bir fosiq inson keldi-da Abu Bakrni rosa so'kdi. Haqorat qildi, sen undoqsan, sen bundoqsan deb nima desa dedi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu indamasdan turdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam indamasdan turaverdilar. Haligi so'kishda davom etdi. Borib kuchayib borib Abu Bakrni endi nihoyatda chidab bo'lmaydigan darajada sharoq so'zlar bilan, tuhmat, ig'vo so'zlari bilan haqorat qila boshladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu chiday olmadilar-da, unga javob qaytarishni boshladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib ketib bordilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hayron bo'ldilar-da, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning orqalaridan borib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men sizni xafa qilib qo'ydimmi? Nima uchun turib ketibordingiz? Ana u nihoyatda so'kdi, haqorat qildi, nima desa dedi. Indamasdan o'tirgan paytimda o'tirdingiz. Unga javob qaytarsam turib ketib qoldingiz. Nima bo'ldi?" deb boisini so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Abu Bakr, ana u fosiq seni so'kayotgan paytida, seni haqorat qilayotgan paytida, ustingdan bo'xtonlar, tuhmatlar ig'vo qilayotgan paytida sen indamasdan turding. Bir farishta keldida unga javob berib turdi fosiqqa. Ya'ni sen Abu Bakrni nima deb so'kayotgan bo'lsang, sen o'zing shunaqasan deb javob berib turgan edi. Farishtani ko'rib maza qilib turgan edim go'yoki. Sen o'zing sabr qila olmasdan unga javob berishni boshlagan eding, farishta qochib ketdi. O'rniga shayton keldi. Seni ham vasvasa qila boshladi. Javob ber deb. Ikkalangni urushtirish uchun harakat qildi. Shayton bor joyda men bo'lmayman, shuning uchun turib ketdim dedilar. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu og'izlariga tosh solib yurishni odatga aylantirdilar. Nimaga? Bitta mana u fosiqga javob berib qo'yib shuncha gunohga botdim. Farishta meni haqqimda duo qilib turgan paytida farishtani ketib shaytonni chaqirib olishga men sabab bo'lib qoldim bir og'iz gapim bilan. Mana fosiqqa javob beraman deb shunaqa bo'lib qoldim deb og'izlariga tosh solib yurishni odatga aylantirdilar. Nimaga? Chunki bo'lar bo'lmas gapni gapira olmaydilar. Kimsan Abu Bakra tirikligida yo jannatni kasb etgan inson shunaqa qilyaptilar. Siz bilan bizni agar bundoq qiyos qiladigan bo'lsak, umuman og'zimizdan tosh tushmasligi kerak.